Hozir degandagidek har xil saxta pasportlar bilan, uning bilan, buning bilan qechib chiqayotganlar bor, ammo yana bir qismlari tog'lardan, Himolaya tog'laridan, Tibet orqali, masalan, Nepallarga, Hindiston, yana qochoq yo'l bilan Qozog'iston, Qirg'izistonlarga chiqqanlar bor. Bular oz sondagi insonlar. Ammo yerga chiqqandan keyin ular yerdagi Birlashgan Davlatlar Tashkilotining, ya'ni UNHCRning idorasiga iltimos qiladi bir qismlari, bir qismini aşağıdan yolg'on pasportlarni setib olish imkoniyati bo'lganlar. Aningdan keyin vizlarni qo'ydirib Avrupa davlatlariga berib elchiya qo'ydi. Ya'ni ikki xil. U davlatlarga chiqqandan keyin Birlashgan Davlatlar Tashkilotidan ularningki Uyg'urlarning vaziyatini tushunib, ularga yordam qilib, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining ularningki elchiyasini qabul qilib, Avrupa davlatlariga, Amerika, Kanada davlatlariga avatayotganlar bor. Yana bir qismlari aşağı chiqqandan keyin Qozoqning, Qirg'izning, yo bo'lmasa u yerning, bu yerning pasportlarini pul setib olib, o yoqqa borgandan keyin siyosiy elchiya qildigan avvallar bor. Mush ikki xil shaklga ketib bordi. Ammo degandagidek uchinchi shunchalik qiyinchiliklar bilan tog'lardan o'tib, har xil shakllar bilan chet elga qochib chiqqandan keyin u yer davlatga elchiya qilgandan keyin shu davlatning hukumat xodimlari bilan Xitoylar til biriktirib, ya'ni besim qilib iqtisodiy har xil shakllar bilan ularni sha'ning soqchilari tutib, hatto Birlashgan Davlatlar Tashkiloti qabul qilgan bo'lsa-mu, ularni Xitoyga akitib o'lim jazosi bergan avvallar bo'ldi. Masalan, 2000-yilda Shireli qatorliq bir qancha Uyg'urlar siyosiy jihatdan hayoti xavf ostida qolganligi uchun Tibet orqali Nepalga keldi. Nepaldagi Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga elchiya qildi. U yerdagi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bularni uzun tekshirishlardan o'tgandan keyin haqiqatan bularning siyosiy sababdan xatarga qolganligini, hayotning bularni qutqizish kerakligini o'ylab, ularni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti qabul qildi. Qabul qilib, ularni uchinchi bir davlatga avatish rasmiyatlarini o'tayotgan vaqtimizda Xitoy hukumatı ularning yerda bo'lganligini bilib, Nepal saqchi doiraligi Nepal hukumatiga besim qildi. Shundan Nepal hukumati ularni tutib Xitoyga o'tkazib berdi. 4 balon o'tkazib berdi. Ularni masalan Shirelini shuning bilan o'lim jazosiga hukm qildi. あまり本を読んでいただくのはいいんですけど、実際もうちょっと過ぎた本なんですけどね、とにかくこの中でも、ちょっと短くねこれご紹介していきたいんですけど、彼女のあれなんですけどね、とにかく、なぜデモに参加したのか、どうやって参加したのか、デモを指揮したアブド・ヘリルやアブド・ミジットらを知っているのかと3時間半にわたって質問され、公安は警棒や棍棒で力の限り殴ってきたと。殴るのに使って3本の棍棒のうちの1本が2つに折れて飛んでもすぐに別の棒をつけて流れ続けると。それから例えば今度は足を開き手を後ろに回した姿で縛られ、石炭の炎で外まで真っ赤になった鉄製の大きな暖房着物に立たされると。で結局全身から汗が流れて、倒れるんですけども、それでも拷問を続けるというようなこととかですね、極房ですね、極の中には水槽のようなの置いてあって、これをトイレ代わりにして大小便するんだけれども、汚物が捨てられない1週間経って1回だけとかですね、もうとにかく朝食はコップ1杯のお湯と70から100グラムの蒸しパン、昼はお玉一杯分のトウモロコシがゆと、いうような、こういう食事を当たってやられると、これでも軽かったんじゃないかっていうような書き方もされてるんですけども、非常にこういう形の女性は、いわゆるレイプされたりですね、本当に精神的にもう狂ってしまうような状況とか、いろんなことがちょっとあんまり、読むのもちょっとはばかるような、ひどいことが実は行われているということが実は書かれております。で、こういう中で、日本政府がまず亡命とかそういう政治亡命あんまり受け入れてないですね、確かにね。それからやっぱりここは中国人だけはなんだか知らないけど、わけもなく犯罪者だろうとなんだからどんどん入れるんですけれども、こういう政治的に弾圧を受けている皆さんを、中国政府はじゃなくて日本政府はですね、受け入れてない、という形が現実としてあります。これはヨーロッパの国とはまた違う形で、これ残念ながらというよりも恥ずかしい話でありまして、こういう民主主義国を標榜する我が国としてですね、こういう形の一党独裁でですね、多民族を弾圧しているこういう政府に対する形をもう少しきちっとやるべきだろうと、これはどこもやれるだろうという気がいたします。ということなんですけれども、ぜひですね、これからの活動とかですね、これからの
次の未来っていうかですね、近い将来、これどういう形でこの運動とかですね、いわゆるこの流れがですね、どういうものを作っていきたいか、ちょっとこれは聞いていただけますか。はい。Biz Dünya Uyghur Kurultayı bulup, belki şunun okşaş Dünya Uyghur Kurultayı bütün teşkilatla çünkü Uyghur meselesini halkaralık bir platformga çıkış. Uyghur meselesinin ciddi bir mesele bolayotganligini, bir milletning, bir medeniyetning yo'qolish mavjud yoki yo'q bo'lish meselesi bo'lganligini dunyo millatga bildirish, bu orqali xalqaroning Sharqiy Turkistonga bo'lgan, Uyg'urlarga bo'lgan diqqat e'tiborini kuchlantirish, parlamentlarning, hukumatlarning Uyg'urlarga bo'lgan hissdorligini kuchlantirish, parlamentlar